Uyingizda ortiqcha qulupnay bormi? Nima qilishni bilmayapsizmi? Keling, unda birgalikda hattoki 12 yosh bo'lgan qizchalarda ham o'xshaydigan ajoyib shirinlik tayyorlaymiz. Demak, birinchi navbatda tuxumga shakarni qo'shib, mikser yordamida aralashtiramiz. Oppoq massa bo'lgandan keyin o'simlik yog'i bilan sutni qo'shib, aralashtirishda davom etamiz. Endi esa navbat unga. Faqat unni hammasini birdaniga solmanglar, hammani uni har xil. Razrixli til solishni ham unutmaymiz. Massa bir xil holga kelgandan keyin bir chetga olib qo'yamiz va posipka tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Idishga birinchi shakar bilan unni solib aralashtiramiz. Keyin esa saryog'ni solib, aynan shu massada uvalab olamiz. Qarabsizlarki, posipka ham tayyor. Undan tashqari oldindan to'g'ralgan qulupnayga kraxmalni solib aralashtirib, bir xil holga kelgandan keyin xamirli massaga qo'shamiz va hammasini formaga solib, ta'bga ko'ra ustini yana chiroyli qilib qulupnay bilan bezatib, posipka sepamiz. Va oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada taxminan 35-40 minut davomida tayyorlaymiz. 35 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali qulupnayli shirinlik tayyor. Ta'bga ko'ra dasturxonga tortishdan oldin shakar upasi bilan bezatsanglar ham bo'ladi. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi. Xullas, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!